Assalomu alaykum she'riyat shoydalari. Bugun yana sizlar bilan men Dunyo nafsi degan g'azalim orqali uchrashamiz. Bu g'azalim dunyo nafsi. Oldin bir chiqishimda nafsi dunyo degan g'azalimni o'qidim. O nafsi dunyo g'azalim dasturxonga tortilgan nafsi dunyo zartovoq deb boshlanadi. Nafsi dunyo g'azalim. Dunyo nafsi odamlar deb boshlanadi. Dunyo nafsi degan g'azalimni o'qiyman. Odamlar, ushlab dunyo etagidan tortishar, o'zi tomon unganini yelkasiga ortishar. G'aflat bosib sezmaydilar haqiqatning hukmini, nafsi uchun ko'p talashib gunohlariga botishar. O'zin o'ylab dunyo deban haqar yashar aldanib, bilib bilmay borlig'ini do'zax ishra otishar. Jilvagardir asli o'zi imtihonli bu dunyo, yaltiragan bir sarobga baxtim deban chopishar. Bordir hayot intihosi, bordir hayot intihosi, tan aynalar tuproqqa. Odamlar, ruhlar o'lmas, ne hollarga yetishar. Odamlar, ruhlar o'lmas, boshqa holga yetishar. Albatta she'riyat ixlosmandlari, mana men ancha video qilib sizlar bilan birga uchrashyapman. Mana shu oldinma ketgan g'azallar, o'zim yozgan g'azallarimni chiqqan kitoblarimdan o'qib beryapman. Ayrim yangi chiqmagan, nashrga chiqmagan g'azallarimdan ham ora-chora o'qiyapman. Endi she'rlarimda masalan men ham bir bandaman. O'sha xato kamchilik, ya'ni shoirda mana ilhomlanish natijasida his-hayajon bo'lib xato ketib qoladi. Masalan, hozir bundan oldingi chiqishimda qaydasan g'azalimni o'qiganda, gapirayotganimda ozroq xato ketib qoldi. Shuni to'g'rilab qabul qilishlaringizni so'rayman. Mana 7 yil 7 iqlimda sarson deganimda shohsanamni aytvardim. 7 yil 7 iqlimda sarson deb. Yo'q, 7 yil 7 iqlimda shohsanam emas, shohsanamni izlab G'aribjon sarson bo'lgan shohsanam ishqida. Shuni shu shohsanam nomini G'aribjon deb qabul qilishlaringizni so'rayman. Keyin yana bir g'azalimda g'azal emas degan g'azalimni o'qiyotganimda zar dunyoni menga tutdi boqdim zimdan, g'azal emas deb o'qiganman. O'shanda zar dunyoni menga tutdi boqdim zimdan, go'zal emas. Mahluqotning oxirida payoni bor, azal emas. O'sha birinchi qatorda g'azal emas, go'zal emas deb tushunishlaringizni so'rayman. Mana so'zlarda ayrim xatolar uchun sizlardan uzr so'rayman. Albatta men ham bir oddiy insonman. She'riyatimda, g'azallarimda kamchilik, xatolar bo'lsa mutaxassislardan uzr so'rayman. Albatta to'g'ri qabul qilishlaringizni o'tinib so'rayman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat sizlarga g'azallarimni tinglab, kuzatib, layklaringizni bosib borayotganlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lingizlar.